Do'stlar, demak, xo'p qaraysan, bugun sonlarning o'rta arifmetiki haqida gaplashamiz do'stlar. Demak, qarab, bizlarga berilgan sonlarning o'rta arifmetik qiymatini topishlaring uchun nima qilar ekansizlar do'stlar? Berilgan sonlar yig'indisini ularning soniga bo'lishimiz kerak ekan. Bizlarga 3 ta sonni berib, ularning o'rta arifmetik qiymatini top desa, ya'ni o'rtacha qiymatini top desa, ularni qo'sharkamizdagi soniga bo'lar ekanmiz 3 ga. Mana 6, 12, 9 sonlarining o'rtacha qiymati necha deydi? Ya'ni 6 ni 12 ni 9 da 6 ni 12 ni 9 da qo'shib yuboradigan bo'lsak, necha bo'ldi? 27 bo'ldi. 27 ni 3 ga bo'ladigan bo'lsak, necha chiqadi? 9 chiqar ekan, to'g'rimi? Endi xo'p, qara do'stlar, o'zi buning ma'nosi nima? Ma'nosi. Demak, mana hayotga chaqamiz, qaranglar. Mana bu 9. Mana bu 9. Do'stlar, mana bu joyda do'stlar, mana bu joyda 3 ta tovuq berilgan. Mana bu joyda 3 ta tovuq berilgan. Mana tovuqning ham bir xo'rlangan varianti. Mana do'stlar, bizlarga 3 ta tovuq berilgan. 3 ta tovuq berilgan. Birinchi tovuqimiz 6 kilogramm, ikkinchi tovuqimiz 12 kilogramm, uchinchi tovuqimiz esa 9 nimadi? Kilogramm. Tushunarlimi? Endi xo'p do'stlar, diqqat bilan qaraymiz. Mana shu tovuqlarni olgani do'stlar, mana tovuq purish kelyapti. Ya'ni tovuq sotib oluvchi kelyapti. Va tovuqlarni so'rayapti egasidan, tovuqlaring necha kilodan go'sht qiladi deyapti. U egasi aytayapti, egasi tovuqlarining o'rtacha og'irligini biladi-ki, to'g'rimi? Mening tovuqlarimning o'rtacha og'irligi deyapti, qancha deyapti? 9 kilogramm deyapti. Do'stlar, 9 kilogramm deyapti. Demak, bu tovuq oluvchi aytayapti, ha, sening tovuqlaring o'rtacha 9 kilodan bo'lsa, 3 ta 9 27 kilo go'sht bo'lar ekan deyapti. Va 27 kilogramm tovuq go'shtga pul berib ketyapti. Tushunarlimi? Do'stlar, demak bu uyga borib tortib ko'radigan bo'lsa, kichkina tavug'i 6 kilogramm chiqardi. Voy, meni aldabdi demaydi u. Chunki qolganlarini tortib, yakka tortib ko'radigan bo'lsa, necha kilo chiqadi u? 27 kilogramm chiqadi. To'g'rimi? Demak do'stlar, sonlarning o'rta arifmetik qiymatini yana mana ko'rsak, tushundimmi? Yana buni ko'tardim. Yaxshi.